Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu saatlik dersimizde biz bütün sonlarning cho'ng kichikligini selishtirishni o'rganamiz. Undaq bo'lsa, masalan, ikki tal son faraz qilaylik. Birisi A, shundaymi? Birisi B bo'lsin. Agar A B'dan kichik bo'lsa, men qanday ma'qul shaklda ifodalayman? A B'dan kichik, shundaymi? Agar A B'dan cho'ng bo'lsa, A B'dan cho'ng ma'qul shaklda ifodalaymiz. Agar A B'ga teng bo'lsa, A teng B ma'qul shaklda. Agar bu ikki butun son qanday birisi-birisiga teng emas, ya'ni A B'ga teng bo'lmasa, A B'ga teng emas ma'qul shaklda ifodalaymiz matematikada. Masalan, bir qancha tal o'rnak beray. Masalan, 4 qanday 7 dan kichik, shundaymi? Masalan, 8 qanday 6 dan cho'ng. Anondan keyin masalan 2 qo'shilgan 4 masalan nechiga teng? 6 ga teng dedim, shundaymi? Tenglik belgisi. Unda bo'lsa, masalan 3 qo'shilgan 4 8 ga tengmi, teng emasmi? Albatta teng emas. 3 ga 4 ni qo'shsam necha chiqadi? 7 chiqadi. Unda bo'lsa, bütün sonlarni qanday solishtiramiz? Masalan, 89 bilan 98 ikki tal bütün son. Shundaymi? Qaysi cho'ng, qaysi kichik? Albatta biz qanday 98 dan cho'ng ekanligini bilamiz ko'pinchimiz, lekin selishtirish qoidasiga diqqat qilaylik. Ya'ni bütün sonning qanday cho'ng kichikligini selishtirgan vaqtda bizning birinchi bo'lib qiladigan ishimiz qanday xona sanash. Mana qanday 2 xonalik son, shundaymi? Mana uchu 2 xonalik son. Bu ikkisi 2 xonalik son bo'lgandan keyin biz qanday eng yuqori, ya'ni birlar, onlar xonasini selishtiramiz. Birlar, onlar. Ya'ni onlar xonasiga onlar xonasini selishtiramiz. Unda bo'lsa maya 8, maya 9. Onlar xonasi qaysi cho'ng bo'lsa, shu cho'ng bo'ldi. Shundaymi? Unda bo'lsa 89 ni qanday 98 cho'ng. Masalan, yana bir misol beray. 365 bilan 356. Shundaymi? Birinchi bo'lib qanday qilamiz dedim? Xona sanaymiz. Shundaymi? Mana bu qanday 3 xonalik son, bu-muchu 3 xonalik son. Unda bo'lsa yuzlar xonasi qaradim. Birlar, onlar, yuzlar. Birlar, onlar, yuzlar. Birinchi bo'lib eng cho'ng xonasi agar xona soni o'xshash bo'lsa, eng cho'ng xonasini selishtiramiz. Ya'ni yuzlar xonasi maya 3, maya 3 ekan. Unda bo'lsa onlar xonasi qaraymiz. Maya 6, maya 5 ekan. Unda bo'lsa qanday 365, 356 dan cho'ng. Herkes mu qarab-laqanda mayada 6 bor ekan, mayada 5 bor ekan, 6 bo'lgandan keyin matarab cho'ng bo'lmamdi emas. Yana bir tal o'rnak beray masalan 1002 bilan 999. Yani men bu ayetda nima dedim? Selishtirgan vaqtda birinchi bo'lib qanday xona sanaymiz, shundaymi? 1 2 3 mavchu 3 xonalik son. 1 2 3 4 mavchu 4 xonalik son. Herkes mi qarab, "Voy, bu yerda 9 bor ekan, 999 qanday 1002 dan cho'ng degil bo'lmaydi." Agar xona soni ko'p bo'lsa, albatta o'ylashmayla qanday 1002 999 dan qanday cho'ng bo'ladi. Shundaymi? Unda bo'lsa, masalan, eng oxirgi bir tal misol beray. Masalan, 4800 qanday Mavu 5, mesela mavu 4800 qanda mesela 25 bo'lsin. Unda bo'lsa, bu ikkisining qaysi cho'ng, qaysi kichik? Shundaymi? Ikkisi 4 xonalik son, 4 xonalik son. Unda bo'lsa, eng yuqori xonasiga qaraymiz. Birlar, onlar, yuzlar, minglar. Birlar, onlar, yuzlar, minglar. Minglar xonasi qaradim. Maya 4, maya 4 ekan. Andan keyin növbet qanunga keldi, yüzler xonasi qaraymiz, shundaymi? Birlar, onlar, yuzlar. Yuzlar xonasida 8 bor ekan, yuzlar xonasida 8 bor ekan. Unda bo'lsa, ma'ninki onlar xonasi qaraymiz. Onlar xonasida 0 bor ekan, onlar xonasida 2 bor ekan. Undaq bo'lsa 4800 qanday 25, 4805 dan cho'ng. Ya'ni qoidasi xulosalasak qanday bo'ldi? Ikki butun sonning cho'ng kichikligini selishtirgan vaqtimizda biz qanday birinchi bo'lib xona sanaymiz. Xonasi ko'p bo'lgani cho'ng bo'ldi. Ikkinchi bo'lib, agar xonasi o'xshash bo'lib qolsa, eng cho'ng xonasiga qaraymiz. Eng cho'ng xonasi qaysining cho'ng bo'lsa, shu cho'ng bo'ldi. Agar uni o'xshash bo'lib qolsa, uningdan bir keyingi xonaga qaraymiz. Unda bo'lsa biz bu xil tipdagi butun sonlarning cho'ng kichikligini selishtirgan vaqtda matematikada nihoyat cho'ng rol o'ynaydigan bir narsa bor. Son o'qi deydigan. Hozir biz son o'qi bilan tafsiliy tanishib chiqamiz. Undaq bo'lsa, men vaqt tejab qilish maqsadda birinchi soat darsimizda so'zlagan mazmunni yana qayta bir yozib qo'ydim va son o'qini sizib tayyor qo'ydim. Unda biz avval bu darsimizga qarab boqaylik. Bütün sonlarni biz qanday
nima bilan ifodalaydik? Z bilan. Shundaymi? Unda bo'lsa, masalan, butun sonlardan 2-3 ta misol beray. 38, 40, masalan, minus 240 shundaymi? Butun sonlar qanday? Manfiy butun sonlar, musbat butun sonlar va 0 dan tarkib topadi. Unda bo'lsa, manfiy butun sonlar deganimiz qandaqda? 0 dan kichik bo'lgan butun sonlarni manfiy butun sonlar deydik. Masalan, minus 3, minus qanday? 40, masalan, minus 2 deganga o'xshash. Musbat butun sonlar uchun 0 dan cho'ng bo'lgan butun sonlar. Shundaymi? Hozir biz qanday qilamiz deganda manfiy butun sonlarni qo'shib qanday son o'qi bilan birga o'rganamiz. Undaq bo'lsa son o'qi. Son o'qi degan qanday o'q bo'ldi desa, masalan, sonlar bilan ifodalangan, ya'ni ustida qanday sonlar ko'rsatilgan bir alohida bir o'q. Bu matematikada intayin cho'ng rol o'ynaydi va nurg'un masalalarimizni hal qilishimizga nihoyat zo'r foydasi bo'ldi. Son o'qini men qanday sizg'uch bilan sizib, shundaymi? O'ttirisini qanday 0. Unda bo'lsa her bir ağlıqni qanday sizg'uchdagi 5 santini bir ağlıq qilib belgiledim. Shundaymi? Andan keyin qanday men ma tarafni qanday 1 desem, mayani qanday 2, 3, shundaymi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Men 1dan tortib qanday 10gacha bo'lgan sonlarni bu son o'qining ustiga yozib ifodaladim. Unda bo'lsa bu sonlar faqat 10gachimi? Yo'q emas. Bu cheksiz ketadi. Unda bo'lsa biz yozib olmaymiz, shundaymi? Hamma butun sonni miyaga qanday cheksizlik belgisi. Shundaymi? Buning oldiga qanday pilosni qo'ysam qanday cheksiz cho'nggacha, ya'ni qanday ketadi degan gap. Unda bo'lsa 0 ning sol tarafichi. 0 dan kichik sonlarchi. Shundaymi? 0 dan 1 kichik bo'lgan butun son qanday? Minus 1 bilan ifodalaymiz. Yana bir kichik bo'lgan butun sonchi minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8, minus 9, minus 10. Unda olsa bu xil şekilde yeziversak qanday bu son o'qimi cheksiz ketadi, yezib olmaymiz. Shundaymi? Biz bu yerga qanday cheksiz belgisining oldiga bir minus qo'yamiz qanday? Ya'ni cheksiz kichiklab qanday ketadi degan ma'noni ifodalaydi. Undaq bo'lsa, son o'qiga qaraydigan bo'lsak, biz qanday bu son o'qining nurg'un alayliklarni his qilamiz. Masalan, men bu son o'qini xuddi bir kepinakning qanatiga o'xshash shundaymi? Bu 0 dan qanday qatlagan vaqtimda amaliyotda bu son o'qi birisi-birisining ustiga qanday simmetrik shaklda tushadi. Shundaymi? Faqat qanday masalan 0 dan 1gacha bo'lgan a'liq bilan 0 dan minus 1gacha bo'lgan a'liq qanday birisi-birisiga teng. 0 dan 2gacha bo'lgan a'liq bilan 0 dan minus 2gacha bo'lgan a'liq qanday birisi-birisiga teng. Undaqda son o'qining yana bir alohidaligi qanday bo'ldi desa, son o'qining ustidagi sonlar o'ng tarafdagi son har doim qanday sol tarafdagi sondan cho'ng bo'ladi. Masalan, 5 4 ning o'ng tarafida shunami? 5 4 dan cho'ng. 6 4 ning o'ng tarafida 6 4 dan cho'ng. Masalan, men buni yezib cheksiz yezib, masalan 2000 gacha yozsam, 2000 1998 ning qanday o'ng tarafida bo'ldi? Demek onundan çoğun. Onda olsa biz elbette bu bütün sonlarning çoğun kichikligini qanday oldingi soat darsida ko'rib bo'lgan mayaga qaraylik. Masalan, minus 3 bilan qanday minus 4 ning qaysi cho'ng, qaysi kichik? Shundaymi? Miyadan ko'rib olaymiz. Minus 4, minus 3 ning qanday sol tarafida. Men bu yerda nima dedim? Son o'qining ustida, shundaymi? O'ng tarafdagi sonlar har doim qanday sol tarafdagi sonlardan cho'ng dedim. Unda olsa minus 3 deganim minus 4 dan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi. Bilemli ki biz turmuşdan bir misal verimiz. Onda olsa bir narsa de olay. 0'ning o'ng tarafidagi sonlar, ya'ni 0dan cho'ng bo'lgan sonlarni biz nima deydik matematikada? Masallarni nima deydik? Musbat sonlar. Shundaymi? R plus bilan ifodalaydik. Ya'ni 0dan cho'ng bo'lgan sonlar. Unda olsa 0dan cho'ng bo'lgan bütün sonlarni-chi qanday musbat bütün sonlar deb ataydik. Unda olsa 0dan kichik bo'lgan, yani 0'ni öz ichiga olmaydi. 0'dan kichik bo'lgan sonlarni biz matematikada nima deydik? Manfiy sonlar. Shundaymi? Qanday ifodalaydim? Manfiy sonlar. Mavchu musbat sonlar, mavchu manfiy sonlar. Unda olsa 0 manfiy songa tavami, musbat songa tavami. Hech biriga tava emas. 0 qanday musbat sonmi emas, manfiy sonmi emas. 0'dan kichik bo'lgan, ya'ni qanday tüp sonlar, bütün sonlar qanday bo'ldi? Manfiy bütün sonlar bo'ladi. Shundaymi? Masalan, turmushdan qanday bir misol beray. Bu minus 3, masalan minus 4, minus 20. Bu minusni qanday tushunsak bo'ldi degan vaqtda buni biz qanday
qariz yoki qanday bir yerga pul xajladim deb ma'qul shaklda tushunsak-mi bo'ldi. Masalan, odatda tijoratchilar qanday bir hisob kitob chiqargan vaqtda qanday kirim bo'lsa, plus bilan shundaymi qo'shish bilan, andan keyin chiqim bo'lsa, minus bilan ifodalab ma'qul shaklda yozdi. Masalan, oldin qayda qanday 200 lira yoki 2000 lira kirim qildim, andan keyin qanday 800 liralik bir narsa sotib oldim deganga o'xshash. Ya'ni qanday eng oxirida masalan 1200 lira qo'limda qoldi deganga o'xshash ma'qul shaklda ifodalaymiz. Masalan, ikki o'quvchi bo'lsin, shundaymi? İki o'quvchi bo'lsin. A, B deb. Masalan, bu ikki o'quvchini qanday biraylarninki qanday boshqalarga 10 lira qarzi bor deb turayli. Ya'ni biraylarning-chi B o'quvchining boshqalarga qanday 20 lira qarzi bor deb turayli. Unda bo'lsa bu ikki o'quvchining qaysi bekroq boy desam qanday javob beramiz? Qanday? Ya'ni bu yerdagi qanday -10 bek cho'ngmi yoki -20 bekroq cho'ngmi? Biz son o'quv qaraydigan bo'lsak, qanday -10 ma tarafda -20 cho albatta sol tarafda chiqadi. -10 cho'ng bo'ladi, shundaymi? Unda bo'lsa biz bu yerdan qarz nuqtasidan qarab baqsak, masalan, A o'quvchining 10 lira qarzi bor ekan, B o'quvchining cho 20 lira qarzi bor ekan. Masalan, ikkilisiga, masalan, ota-onasi yoki dadasi 50 lira berdi deyli. 50 lira bergandan keyin A o'quvchi 10 lira qarzini qanday to'lab etdi. Ya'ni chiqdi necha pul qoldi? 40 lira qoldi, shundaymi? B o'quvchining dadasimi buni qanday 50 lira berdi, 20 lira qarzini to'lab etgandan keyin yanchiqda necha pul qoldi? 30 lira qoldi. Qaysi bekroq boy ekan? Qanday? A o'quvchi bekroq boy degan gap. Ya'ni son o'qi qanday bo'ldi desa, mushta sonlar bilan ifodalangan bir o'q bizning butun sonlar, ya'ni qanday musbat butun sonlar emas, manfiy butun sonlarning va qanday manfiy butun sonlar bilan musbat butun sonlarning, demak barliq butun sonlarning matematikadagi cho'ng kichikligini solishtirgan vaqtimizda intayin cho'ng rol o'ynaydi. Oxirida yana so'zlaydigan bir narsamiz, musbat sonlar albatta qanday manfiy sonlardan cho'ng bo'ladi. Chunki musbat sonlar qanday hammasi 0 dan cho'ng, shundaymi? Manfiy sonlar hammasi 0 dan kichik. Demak, qanday bo'ldi albatta? Musbat sonlar hammasi qanday manfiy sonlardan qanday bo'ldi? Cho'ng bo'ldi. Masalan, yana ikki tal misol beray. Masalan, -200 bilan qanday -300 ning cho'ng kichikligini solishtiramiz. 200 bilan qanday 300 ning cho'ng kichikligini bilamiz, shundaymi? 300 degan albatta 200 ning cho'ng. Ammo minus kelgan vaqtda-chi, -200 bilan -300. Masalan, biz son o'quvi ifodalagan vaqtimda -200 bilan -300 ning qaysi o'ng tarafda bo'ldi? Albatta qanday ma'qul shaklda yozib maqsaq -200 ni boshda yozamiz, andan keyin-chi -300 ni yozamiz, shundaymi? Demak, -200 qanday -300 dan cho'ng bo'ladi. Yana odatda qanday minus belgisi kelmagan vaqtda 300 200 dan cho'ng, ammo minus belgisi kelgan vaqtda -200 qanday -300 dan qanday bo'lgan cho'ng bo'ldi degan gap. Bugungi darsimiz, ya'ni butun sonlarning cho'ng kichikligini solishtirish mush yerda oxirlashdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.